Assalomu alaykum hurmatli fuqarolarimiz, tadbirkorlarimiz bo'lajak. Mana bugun Qarabağ Sherobod filialida navbatdagi uchrashuv o'tkazyapmiz qabul kuni. Mana kimda qanday qiziqtiradigan kreditlarga bo'lgan, bankga taalluqli bo'lgan masalalar bo'lsa, birgalashib o'rtoqlashamiz, yordam beramiz, masalalarni yechamiz. Kimda nima murojaatlar bor eshitsak. Mikro qarz haqida ma'lumot olmoqchi deydi. 1 million so'm. Shartdan tushuncha bersangiz oldinroq. Qanaqa hujjatlar talab qilinadi? Familiyangiz kim edi? Bekmurod Shukur. Bekmurod Shukur. Sizning murojaatingiz bo'yicha hozir ro'yxatga oldik. Murojaatingiz bo'yicha o'rganib chiqib, bolalar boradi, sizga to'liq batafsil tushuntirib, sizga bog'lanib, masalangizni hal qilib beradi. Rahmat. Yana kimlar savollar bor? Men Turdiyeva Baxtigul. Mikro qarz olmoqchiman, 6 million. Qayerda ishlaysiz? O'qituvchiman. O'qituvchisiz. Mehrobod mahallasidaman. Ha, yaxshi. Kim dedingiz familiyangizni? Turdiyeva. Turdiyeva. Ismingiz kim? Baxtigul. Sizni ham bizni bolalarimiz bor, xodimlarimiz bor, shug'ullanib siz bilan bog'lanishadi. Sizga to'liq tafsilotlarni berib, masalangizni hal qilib berishadi. Rahmat. Rahmat sizga. Yana kimda savollar bor? Tanishganimizga xursandmiz. Salomat bo'linglar.